Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu patologdagi nima deyotganlarga mana bu natijli patolog. Mana bitgan holatlari ozgina hozir bu qirg'oqda bagetlari qolgan. Bu ham ancha bit beradi. Hozir jarayonlar endi birinchi bo'lib patologni qilib turib, keyin u narsalar qilinadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Men yaqinroqdan video qilaman. Ham arzon narxda bitadi mana. Sifatiga ahamiyat beringlar. Chiroyli holatda qilingan mana. Bemalol metga joy qilib, stol qo'yib o'tirsa bo'laveradigan ajoyib bir priятный bitta zal bo'ladi bu yerimiz. Qolgan holalarni sizga asta-asta qilib video qilib chiqaramiz, xudo xolasa. Hozircha shular. Mehnatimizni qadrlagan holatda bir dona like bosib qo'yishni unutmanglar, qadrli obunachilar. Yana yangilarni chiqaramiz. Mana materiallarning qanaqa deganlarga mana yaqinroqda mana ko'rsataylik, mana ideal holatda mana. Tiniqligi, har bitta shoxlar dona-dona holatda chiqqan. Bu yerda arxivga mana ko'rmaysiz mana. Mana. Osmon ham o'zining holatida, osmon tiniqligicha turibdi mana. Keyingi albomlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.